Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 16 aprel 2025-yil sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman. Mana bugun ham sizlarga o'zimning yozgan yangi she'rlarimdan havola qilmoqchiman. Xorazm bu. Egallab keng dala maydon, falak yoyib bog'u bo'ston, bo'lgan azal tilda doston, obod diyor Xorazm bu. Paxta ham sholi yig'ishda, hattoki xohlagan ishda, sabda mudom turgan boshda, mehnatkash el Xorazm bu. Hamma yashab teng barobar, Alloh suyib tashlab nazar, mashal nomin olgan mashhur, shonli maskan Xorazm bu. Yuragimda yonib o'ti, maftun etgan sho'x xislati, san'atkoru polvon yurti, oltin voha Xorazm bu. Aman Xolboy yilda ko'plab, sayyoh kelib ko'nglim chog'lab, quchoq ochgan doim siylab, mehmon do'st el Xorazm bu. O'tvotir bu dunyoga tushib esir, dodim yurmay chiqarmay jir, do'stlar kuning bexavotir, misoli tushday o'tvotir. Boshdan oshib o'z tashvishi, bola chog'am deb har kishi, tinmay ishlab yozuv qishi, qimmatli umri o'tvotir. To abad yashamay inson, ming oyni xohlab bilib shon, ko'p zotdan ustun bo'lib jon, avaylam umri o'tvotir. Navro'z keldi deb yayrashib, yoshim yana bir yosh oshib, oshkora ho'ksimang shoshib, sanoqli damim o'tvotir. Tandan ketib kuch quvvatim, unutulib gohi oting, ongim qochib qaytib baxtim, qartayib umrim o'tvotir. Aman Xolboy der u dunyo, hech kimni qilmay mahliyo, ko'z ochib yumguncha go'yo, o'xtayin umr o'tvotir. Mana hurmatli do'stlar, mana shu hozir hayot bor ekan, hayot davom etar ekan. Bu birov o'lsa o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni davom urmaydi deydi. Bu degan guning sen o'lgan so'ng 7'si deydi, 40'a 100'ü deydi, şularda yarlaşıp, yıllar ötüp, evlatlar ötüp, soğanғы dövrlerde unutulup hiç kim yad kalmaya koyardı. Kağallarda aytıp oturardı, pelence balası yaş kaldı, pelen tüven deyip oturardı. Xudoy talam o'zi yaratdimi, sal qiymildab tursang, onu aç koymaydi Xudoy talam, onu o'zi yetiradi onun ırskалына. Onun için ne bolsa o'lganga o'lib bo'lg'adi. Qolganga hech kim dov urmaydi. Hammasi boraveradi asta.
ketaveradi. O'ylab turmay zinhor yoshini, buzib uyning ko'rkam naqshini. Xudoy tolam olib yaxshini, o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. Yo'lga kirib gohida har xil, ishini tez bajarib nuqul, sabab topib kelib Azroil, o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. Endi zor yig'lab, umid uzib, yaqin tuqqani ozod tutib, 70'i, 40'ı, 100'ü o'tib, o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. O'tin chopgan boltaday xuddi unutilib kelmay omadi. Bunday odam tug'ilmay endi, o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. Og'izga tushib oshkora dim, kechayu kunduz bilmay tinim, saqlanmay yursa agarda kim, afsus o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. Dunyoga kelib yangi avlod, mehr muruvvat bo'lib barbod, aman qolmay der olinmay yod, o'lgan o'lib ketaveradi, qolganlarni dövəm urmaydi. 6 Mart 2025 yıl saat 17'lerde yazan ekanman. İşi yok. Tamı ketip is şunun, cibatı bolmay işinin, derbeder yürgen kişinin gep sözünün tuz buzu yok. Hayat devam eder eken, boşap kalmazsan aşkadan, savda satık urup cevlan, şehir bulmaz bazarı yok. Erkek kız karap koşunuğa, pardoz berip dım hüsnüge, barın saçıp kiyinişke, oңышық bilen iş yok. Elde çıksa toy mereke, maşinanda barsak eke, desem sınap bir leylekke, ağız ak bilekten yollanma yok. Ulamalar ötüp ence, tınlap rivayet bir kança, işitmedik şu güngeçe, kayta tirilgen adam yok. Kelip tursa hem köp baylık, ger yarının kolu açık, bolup beri onga bağlık, aman kalbay topkanım yok. 8 Mart 2025 yıl saat 10'larda yazan ekanman. Yüreğlik, suğa düşsek suvunu yarıp, otqa kirsek hem ayırıp, bak eğlensek gül kayırıp, dostlar salamet üleylik.
sağınıp birbirimizni takdir uçuraştırıp bizni teşkilleştirip cıspızına daim siylaşı bireylik. Ağız birçilik iş verip hatta kalsak hemki karıp bir yakadan baş çıkarıp kaşı göz bolup bireylik. Görünmez türlü avpetten bir okşav semiz kametten ayaktan çalar bedbaxtdan hemişe agah bireylik. Hergiz yaşap kılmay hamlik mövüç urup tende sağlık bekar ötmey öpsüz yaşlık uzakını oylap bireylik. Hunuk sözlep cemaade aman kalbay der ey bende sınmay burun başta kada ağzımız yumuyup yüreğlik. 10 Mart 2025 yıl saat 11'lerde yazgan ekanman. Hürmetli dostlar, itibarlarınız için katta rahmat, hemmenize sağlık, selametlik dileyman.